ilgari faqat ko'cha deb bilgan uyushgan jinoyatchilik bugun biznes niqobi ostida ancha daromadli sohalarga kirib boryapti. Ayniqsa jinoiy to'dalar faoliyati ko'p qavatli uylar, avtomashinalar oldi-sottisi, moliyaviy piramidalar tashkil qilish, umra va haj ziyoratiga yuborishda ancha ko'paygan. Shaharda kvartira sotish masalasida 3000 dan ziyod fuqaroga 1.3 trillion so'm zarar yetkazilgan. Misol uchun Credit House, Infinstroy Invest qurilish korxonalari kvartira sotish vaji bilan 2000 nafar fuqaroni aldab 490 milliard so'm pullarni o'zlashtirgan. Yoki Umid Avtolizing, Halol Avtolizing kompaniyasi kabi firmalar jami 1800 nafar fuqaroga avtomashina yetkazib berishni va'da qilib, ularni 80 milliard so'mini qo'lga kiritgan. Bu O'zbekistonda bo'layapti bu gaplar. Shuningdek, Jalolquduq aviatrans korxonasi umra ziyorati bo'yicha 534 nafar fuqaroni aldab, shunchaki Saudiya Arabistoniga yuborish bilan cheklangan, yetkazilgan zarar 18 milliard so'm bo'lgan. Bu ham haqiqat, bu ham O'zbekistonda bo'layapti. Lekin hech kim bong urmaydi. Jahongir Xatamov, Toshpo'latov bunday uyushgan jinoiy guruhlar faoliyatiga qachon barham beradi? Sizlar qilmaslarini kim qiladi, Xatamov?